Assalomu alaykum Farg'ona. Hurmatli mehmonlar, aziz futbol ishqibozlari, Istiqlol stadioniga xush kelibsiz. Bugun ushbu stadionda Superliga 19-tur uchrashuvlari doirasidagi qiziqarli bahslardan biri bo'lib o'tadi. Unda sevimli Nefchi jamoamiz Jizzaxning Sug'diyona jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv mobaynida sizdan jamoalarni qizg'in qo'llab-quvvatlash bilan birgalikda muxlislar yetkasiga rioya etishni, stadionda haqoratli so'zlardan foydalanmaslikni va maydonga har qanday buyumni uloqtirishdan tinishingizni so'raymiz. Har ikkala jamoalar tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Mehmon jamoa Sug'diyona jamoasi tarkibi quyidagicha. Darvozabon 27-raqamda Milan Mitrovic, 2-raqamda Zoir Jo'raboyev, 3-raqamda Islomjon Qobilov, 4-raqamda Behruz Jumatov, 8-raqamda Jamshid Boltaboyev, 10-raqamda Javohir Qahramonov, 14-raqamda jamoa sardori Nurjan Doriyev, 17-raqamda Allobergan Karimov, 19-raqamda Zabihullo O'rinboyev, 22-raqamda Abdulazizxon Abdurashidov, 32-raqamda Nodirjon Soipov, Sug'diyona zaxira o'yinchilari, 74-raqamda Bayram Najafaliyev, Sug'diyona o'g'limikin? 6-raqamda Behruzbek Asqarov, 7-raqamda Petar Michin, 9-raqamda Zenon Zaynovich, 20-raqamda Fazliddin Omonkendiyev, 33-raqamda Shohjahon Sultonmurodov, 77-raqamda Oybek Yurmatov, 15-raqamda Xondamir Mustafoqulov, 21-raqamda Saidakbar Sharipov, jamoa bosh murabbiyi Ulug'bek Baqoyev. Jamoamiz tarkibi quyidagicha. 4dan 5 turganmiz. 1-raqamda darvozabon Botirali Ergashev, 4-raqamda Bayon Siger, 5-raqamda jamoa sardori Ikromjon Aliboyev, Nuqson tushmas ekan-da bugun. 6-raqamda Ibrohim Halil Yo'ldoshev, 8-raqamda Vladimir Yovich, 11-raqamda Asilbek Jumayev, 15-raqamda Nurmuhammad Abdug'aniyev, Nima ham tushmas ekan. 22-raqamda Alisher Odilov, 32-raqamda Felixga tushmas ekan-da, Felixga tushmas ekan. Ha, montajabdi. 2-raqamda Kofin Ko'o, 71-raqamda Bobjon Toshmirzayev, zaxira o'yinchilari, 45-raqamda Akbar To'rayev, 2-raqamda Zakirlo Po'latov, 9-raqamda Xurshid Gulnosev, 18-raqamda Stipe Peritsa, 21-raqamda Nursuljon Ubaydullayev, 30-raqamda Ruslanbek Famil, 34-raqamda Farruh Sayfiyev, 52-raqamda Fayzullo Nurmuhammadov hamda 29-raqamda Yahyoxon Isoqov. Jamshid ham yo'q ekan-da. Bosh murabbiyi Islombek Ismoilov.
Ramshga yo'q ekan. Bugungi uchrashuvning rasmiylari bosh hakam G'ayrat Jo'rayev, o'nga yon qavatlarda Maksim Nixochin hamda Islomjon Nasirovlar yordam beradi. Zaxira hakami Alisher To'xtasinov, hakamlar nazoratchisi Marat Ismoilov, VAR tizimida